yosh kelin kuyovlar Moskvaga keladi. Bu yerda uzi qilsa ham bo'ladimi? Ооба, кош бойлууларды узи кылабыз, узи аялдардын жыныстык органдарын узи кылабыз, тукумсуздукту дарылайбыз. Аял күйөөнү экөөнү биргеликте дагы дарылоон алып барабыз. Assalomu alaykum ahli YouTube. Mana bugun biz Zafar TV. Sen qayerdasan? Sen Mansur bloger biratimiz bilan birgamiz. Xudo xolasa ko'rib keldik. Bitta nima deydi? Ba'zan chakka reklama qilamiz. Xudo xolasa bu yerdan Mansur akamiz tushuntirib o'tadi. Mansur akaning obunachilari. Videodan uzoqlashmangizlar. Bizni taniyotganlar ham bo'lsa, gumburlatib, sonlab qo'llab qo'yinglar. Xudo xolasa Mansur aka tushuntiradi sizlarga. Assalomu alaykum barcha YouTube kuzatuvchilari, Zafar TVning obunachi va Mansur blogerning obunachilari. Sizlar bilan har doimgidek Mansur bloger. Bugungi video roligimiz do'stlar, musofirda yurgan opalarimiz, singillarimiz, akalarimizga juda foydali. Med Center, Medgaradok, ya'ni poliklinikani sizlarga reklama qilgani keldi. Juda foydali video bo'ladi. Do'stlar, videodan uzoqlashmanglar, bitta like bosib, qolgan barcha sizlarga foydali, kerakli narsani doktorlardan so'raymiz. Unda ketdik Zafar aka. Doktor, mana shu musofirda yurgan aka-ukalarimiz, hojigimiz bor, o'zbegimiz bor. Maqsad sizlarda xalqimiz bor. Qanday lechit qilsa bular, nimalar bor? Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Bizda klinikamizda boshdan tushuntirib ketsam, klinikamizda travmatolog bor, terapevt bor, urolog bor, ginekolog bor, stomatologlar bor, medknижкалар жасайбыз, медсправкалар жасайбыз. Bo'ydoq yigitlar maqsad kasalga chalinib qoladi-ku, jomon momolarga borib, shularni ham davolaysizlarmi? Davolaysiz. Men spesialistim, o'zi urologiya bo'yicha. Men o'xshagandir, menga o'ta ko'p keladi patsientlar, yosh bolalar, ayniqsa yoshlar. Men bu yoqqa ishlagan yoshlar kelgani uchun o'shanda o'g'rilar men o'ta ko'p. O'ta ko'p. Biz lecheniya qilamiz ularda. Darilaymiz, yaxshi hujjatlar bo'lsa. Uylanganlar keladi. Uylangandan keyin bunday balali bo'lgan nimalarda biz ham sebepchi bo'lamiz. O'shalardan analizlarini olib, lecheniyalarni qilib, da patsientlarimiz bor, balali bo'lib yurganlar bor. Rahmat doktor bobo, musofirda yurgan aka-ukalarim, nomerlarini ekran tagiga qo'yib o'tamiz va adreslarini ekran tagiga qo'yib o'tamiz. Bemalol ayol kishimi, erkak kishimi, oilalimi, xullas murojaat qilasiz. Metro otryadida yangi poliklinika, qo'rqmasdan kelaverasiz. Men shu kelgan patsientlarga analiz alam, kapelnitsa qo'yam. Ayollar uchun, Ayollar uchun ham, erkaklar uchun ham bor. Do'stlar, ayollar uchun, erkaklar uchun. Ayollar uchun отдельно doktorlar bor, ayol kishi, erkaklar uchun отдельно doktorlar bor. Assalomu alaykum. Yaxshimisizmi? Yaxshi. Mana shu musofirda yurgan aka-ukalarimiz qiynalib yuradi, maqsad doktorxona topolmay. Nima deysiz? Mana shu yerga kelaversinmi? Конечно, kelaversin deyman, bir arzon qilib beramiz. Mana bir 50% o'zimizning ne deb qo'yib, musofirda yurganimiz uchun bordiq harakat qilamiz endi boyagi qo'ldan kelgancha yordam bergani. Sizlar stomatologiya, Только stomatologiya, biroq barini jasaymiz. Implant qo'yib, Implantdan boshlab biriket boshqa bordiq, xirurgический tish ham qo'yasiz, tish ham hammasini. davolaysiz. Hammasini deydi. Mansur bloger va Zafar TVning obunachilari, ya'ni kesa skidkalari bormi yo'q? Inshaalloh skidkalari конечно bor. Bordig'ini shu sizlarga aytib kelgan bo'lsa, borda 10% dan 35-40% gacha skidka bor. Rahmat doktor bobo, aka-ukalar, musofirda yurgan do'stlarimni ko'ryapsizlar. Mansur bloger va Zafar TVdan kelgan obunachilarga skidkalari bor. Biz ham foyda ko'raylik, doktorlar ham foyda ko'rsin. Biz bir reklama qiladigan insonmiz. Yana qolgan joylarni ko'rsatamiz. Ayollarimiz uchun ginekologga kelyapmiz, opalarimiz, singillarimiz. Maqsadsizmi, zo'rsizmi? Yaxshi, rahmat. Mana shu musofirda yurgan ayollarimiz uchun sizlardan nima bor? Biz bu migrant ayollarga ОМС боюнча мамлекеттик поликлиникаларга кайрыла албай жүргөн аялдарга гинекологиялык ооруларын дарылаганга жардам беребиз. Кош бойлууларды учетко алабыз, наблюдение кылабыз, жыныстык жол менен жугуучу воспалительный заболеванияларын дарылайбыз.